Yaxşı oldu işi. Rahipkalarning ishini o'ngishli tugatdik. Hey, bir yana tepib aramalayli-chi. Bo'lmaydi Shunyan aka. Ibodatxonaga berib ustozga ma'lum qilib qo'ygicha bu ishni tugatdik degili bo'lmaydi. Bu gaping to'g'ri, biroq ibodatxonaga yana xeli bor degina. Kelay deb qoldik. Yana urush bo'lib o'tibdi. Nada? Ko'rinishda teptinish bo'g'ini bilan ma'lumotchiliklar to'xtamay bo'lib turadi ekan. Shundoq. Yordamlashaylik. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Ehtiyot qilmaysiz. Xo'sh aka. Cho'qim uyi kuyib ketib qochib chiqqanlar. Urush ma'lumotchiligi va qo'rqinchli fuqaroning azob oqibatini o'ylabmi qo'ymaydi. To'g'ri. Ukam, sen bu qochib chiqqan-ku deyman. Opangdan qani, ular qandaqroq? Ular bilan ayrilib ketibsan-da, voy bechora. Rasulqam, sana bir narsa beray. Bu gurish ko'milichi. Yaval. Dadang bilan opangni tepib vog'icha ehtiyot qilibroq yurasan. Bir yaxshi ish qilding. Biz mangaylik Shunyan aka. To'xtanglar. Görüş ko'milichini onunga berib o'tib, o'zinglar nima yeysizlar? Bo'ldi, biz hech narsa yemaymiz. Ondaqda men sizlarga bir yaxshi narsa beray. Yesho, yaxshi ishqa mundaq tez yaxshilik yanadiganligini o'ylamabdi ekanman. Shundaqmi? Nadir asar desimi bo'ladi. Elinglar. Bu sizning. Bu sizning. Rahmat sizga. Yo'lda qaravaraq mang'asizlar. Nima bu? Yesho, senikini ko'rpaqaycho bo'lamdi. Bo'lmaydi. Ko'rpaqaycho, ha? Qizil tumshuqli cho'ja. Shunyan aka, sizninkiga nima sizibdi? Meningkiga qara. Ko'k qasliq maymun. Qaraganda bu rasmning ma'nosini bilmaydigan o'xshaysizlar. Shundoq. Rasmning ma'nosi sizlarga kichikkansizlar. Bir niyat, bir maqsadda duo ibodat bilan shug'ullansanglar, ondan bo'ladi degan ma'noda. Boshqalarga gurish ko'milichi berganinglar bilan qanoatlanib qolsanglar bo'lmaydi degan ma'noda ekan. Sizlar urush ma'lumotchiligining fojiasini ko'ribsizlar. Shuningdimi, tushunmadinglarmi? Yaxshi ish qismi tanqid ishsa, odamni nasib bosdi-da. Ikkinglar rasmning mazmunini texnicha tushunmagandek turibsizlar. Ichida yana bir ma'no bor. Tafsili qarab beringlar. Nemishqi ko'zini mundaq cho'ngsiz o'tidi. Obdan qarab beringlar.
Zade nima uchun bunday qiladi? Ko'pchilik tushundinglarmi? O'yinning o'rnida sizib qo'ygan rasmni hajviy rasmlarning ajdodi deyishga bo'ladi. Orasidagi nihoyat sinjing sızgan qush va hayvonlarning rasmi eng dong chiqargan. Ajab beshim qatta. Bu ishni so'rasam, u cho'qim zangli qiladi. Qanday qilsam bo'la? Hey, Shinyovimin efendi. Aha, shu yezikan-ku. Shinyovimin efendi, haqning eshik oldida uyoq bu yoqqa qarab tursangiz, haq o'g'ri deb qoladi. Rastulla satish oldi. Men kichkina ish bilan Yishuni izlab kelgan edim. Yishu akam ibodatxonada etikafda o'ltirdi. Yishu o'ylanyaptam-da. Neymiş gözünü mundaq yoğan sızğandı. Oğuştup sızamaptı. Doğru mu Yişo? Rahip kalan mı kızıkken? Muşu işini tep çıkın ne? Tushundim. Tushundingmi? Ma'nisi bizni ko'zinglarni texmi yo'g'on ichib butun dunyoni ko'ringlar degan gapkan. To'g'ri, men shunday o'yladim. Rahip kalanga tushundik deb doklad qilayli. Rahip kalan. Rahip kalan. Rahip kalan. Nim bo'ldi? Shinyovimin. Nimish bo'ldi Yishu? Bu rasmni bir bobay bergan edi. Uning ma'nosini tushunaman deb bir munch qilli ishlatdim. Bu rasmni bir bobay badi dedingizmi Yishu? Oq chochliq, noit tetik bobay ekan. Shu kanda. Sizga rost gapni qilay. Shu bovayning ishi meningmi beshimni qotirib o'tdi. Beshingizni qotirib o'tdimi? To'g'ri, u 4 kunning oldidagi ish. Ben sizni bugun tutgan yangi beliqni pishirib mehmon qilay, ha? Sizga ko'p rahmat, janob Sang'un. Sang'unning beliq tutish texnikasini dunyo bo'yicha birinchi deyishga bo'ladi. Shinyoviman, bo'ldi xushomat qilmang. Ov kishi kim bo'ladi? Bu odamni men tanimaydi ekanman. Shinyoviman, uni tutib keling. Xo'p. Ey, qari, nimandaq yurgunchon sen? Bilamsan, bu degan dunyoga dang chiqargan janobi Sang'unning maxsus beliq tutadigan ko'lchigi. Ey, qari. Sang'un ochiqlangicha tez ketib olgan. Yaxshi ko'nglingizga rahmat. Oy, ilindi. Kechirsiz. Bu yerning beliqi bakjalliq ekan, ha? Mushuncha ola tutdingmi? O'ylamabdiman. Bu beliqlar kichik bo'g'ini bilan janobi Sang'unning ahvoliq narsasi darhol ko'lchakka qo'yib atgan. Qo'yib atmayman. Ey, qari, undaq jahillik qilma. O'tinib qolay, ko'lchakka qo'yib atayman. Mening cho'nglarga qo'l tekkizgim yo'q. Uqdingmi? Qo'yib at, tez bo'l. Qo'yib atmayman degan qo'yib atmayman. Hurmat sharobini ichmay jazo sharobi ichkin bo'lganda. Voy jonu. Sen cho'nglarni faqat ko'zga ilmaydi ekansan, jimi? Shinyoviman, nim bo'ldingiz? Shinyoviman. Janobi Sang'un, adabsizligimni kechirgaysiz. Sen mening ahvoliq belig'imni tutqudak bo'ldingmi? Janobi Sang'un, o'zingizni tutib eling. Obdan o'ylab beqing. Rostdan beliq tutqun bo'lsa, bu yer kelib tutishimning hojati yo'q. Beliq degan hamma yerda bor tursa. Amaliyotda men bu yerga alaydan janobi Sang'unga go'har sovg'a qilib keldim. Ha? Go'har? Shundaq, dunyoda buningdan ortiq qimmatli narsa yo'q. Rostla shunday qimmatli narsa bormi ekan? Shundaq. Mana shu. Voy jon. Voy, og'rib ketdi. Ha, Shinyoviman, o'shingizga keldingizmi? Buni ko'rib beqing, ha? Sang'un, men tushunamadim. Bo'ldi, janobi Sang'un. Javobingizni kutaman. Oqsoqol, to'xtama. Bu zodi qayerda? Oqsoqol. Bu dal ashu rasm.
Qandaq yeyişi, bu rəsmga sızılğını zadı qayadı, bildingizmi? Aldırmana, aldırmay durmam siz. Ha? Qandaq yeyişi, tushunalidingizmi? Tushundim, Shinyoveyman. Bək yaxşı oldu. O qimmatlik narsa zodi. Astanadan g'arbga 40 chaqirim keladigan joyda urush bo'lib etibdi. Urush bo'layotgan joyga yaqin tog'da ekan. Undaq yerda qandaqsi go'r bo'ladi? Darhol yo'lga chiqing, Shinyoveyman. Yeyişi, o'tinib qolay. Men bilan birga berishib beralasizmi? Navoda eliqi bovayga yana yo'liqib qolsam, yana bir qiyin savol so'rab qolsa, javob berolmay qolamanmikin deb o'ylayapman. Yesho! Ustoz Kengo. Billi berishib bergin. Sir yeshilgandan keyin ko'zingni yo'g'on ichib, bu dunyoga obdan sep-sep boq. Shinyoveyman, bu ya hajab qoqosliq bo'lib ketibdi. Urush ma'lumotchiligi odamni hajabni bezor qilib atdi. Bu fuqarolarning hammasi urush ma'lumotchiligida qoldi. Nima degan bechora? Bo'ldi yeyişi, tez mangayli. Shinyoveyman, qarang avballaga. Urush ma'lumotchiligining ziyniga uchirganlar-da qachon. Shundaq taqiladi. Shinyoveyman, qarang o yoqqa. Ashiya shu. Oxiri yetib ketdik. Yesho! Yeyişi! Yeshu! Ha? Aldırmanglar. Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdan aram elib olay. Bu rəsmning sirni achalaydiganliginglarni o'ylamabdi ekanman. Rost gapni qilsam, mushu yeyishu ichib berdi. Yesho, ango ibodatxonasidagi Yesho sizkansizda. Manbaga rəsmni tushunaldingizmi? Tushundim. Bu dunyoga ko'zingni yo'g'on ichib qara. Kishilarga kichikini yaxshilik qilish bilan ularni rozi qildim deb o'ylab qolma. Shundaq ma'nodimi? Bak obdan tushunibsiz. So'rab satish qildigan bo'ldim. Qimmatli narsa. Shinyoveyman. Janobi sanqun shu topda bo'ynini so'zib saqlab o'ltirdi yeyishu. Yolg'iz ash qimmatli narsani olib ketaman deb turibsiz, ishingiz aqmay qolarmikan? Nima da'vatsiz? Mushundaq deyish orqali burunqi ishlaringizni yoshirmoqchimisiz? Ha? Rostilla qimmatli narsa bor. Bir necha kundan keyin cho'qim olib berman. Janobi sanqunga deb qo'ying. Bu Mushundaq bo'lsin. Xotirjam bo'ling. Men mas'ul. Biroq yeyishu. Yesho tushunganda qiladi, lekin bu to'liq javob emas. Janobi sanqun, men keldim. Shinyoveyman, sizni saqlab turgan edim. Qimmatli narsa qani? Akiling ko'rib boqay, Bu qimmatli narsa bovayning qishida sanqun. Nima da'vatsiz? Qimmatli narsani ko'rib qo'yiblar, yenib kelmagansiz? Yo'q, amaliyotda O'zingizmi ko'midingizmi? oldingizda xijilman sanqun. Sangon yanla burunqidekkan, ha? Biroq u qimmatli narsani akab beramo belgili bo'lmaydi. U meni yeyishu muqimlashtirib bersin deb avatgan edi. Yesho bozorga ketdi. Bozorga ketdi? To'g'ri, qo'l qo'ydirman deganda qildi. Qo'l qo'ydiramdikan? Qaraganda Yesho buvayning o'ylayotgan ishlarining hammasini tushunib bo'lganda qildi. Rasmning qimmati rasmni ko'kishning ko'ngli ko'kishning keng torligi, bilimining cho'nqur yuzakiligi bilan o'lchinadi ekan. Yesho buvayning bergan planlarini qimmatli narsaga aylantirib chiqdi. Uning bilan selishtirganda sizning tushunishingizga yana bir mazgil ketgidek. Shundaqmi? Xeyli kalla ketgidek, a? Ko'pchilik qoral ishlatmaymi urushda g'alaba qilg'ili bo'lamdi yo'q. Qani imzoyinglarni qo'yinglar. Yordam qilganingiz rahmat. Yesho! Qarang, alaqzod bo'lib ketganingizni nima ish bo'ldi?
qimmatli narsani hozirgacha akab bermadi. Sanğunbek xafa bo'lib, sizni chaqirishga meni evatdi. Qanday qilamiz? u ish nima? U ishdan xotirjam bo'ling. Cho'qim akilib beradi. Biroq Haras Shinyoviyman. Sizmi imzo qo'ying, a? boya siz qurol ishlatmaymi? Urushda g'alaba qilib bo'ladi dedingiz. Bu rasmi ish. To'g'ri. Keling, qo'l qo'ying. Lekin men gumonlanib qoldim. Qandaqsiga qurol ishlatmay urushda g'alaba qilib bo'ladi. Biroz shundoq bo'lsa, texim yaxshi bo'lmamdi. Shundoq biroq Ha? Yanıla, hech qanday xabar yo'qmi? janob Sanğun, Yeshu menga kapolat bergan. Cho'qim akab berdi. Sanğun, to'xtab turing. Og'zingizni yuming. Endi savr qilolmayman. Iliqi yeshumi jazoga tortiladi. To'xtab turing, janobi Sanğun. Ha? Bu kim? Ha, buvay, men bek saqlab ketdim. Qimmatli narsani akeldingizmi? Shundoq, ep keldim. Ha, amisi tezroq ko'rsting. Qandaq narsa o tez bo'ling. Mana ko'ring. Nadi kelgan balla bu? Bu ish qandaq qimmatli narsa ko'rmadim-ku men. O mana mushu yerda. Bu bolalarning hammasi go'har. Salom, janob Sanğun. Oy, mushular go'harma? Ha, bu Bu bolalarni men buvayni izdigili borganda yo'lda uchratgan edim. Bova, sababini deb bering, bo'lamdi, ha? Bo'ladi. Urush malmonchiligida ota-onasidan ayrilib ketgan. Ularni ko'chada sarson bo'lib yurmasin deb alaydan ep keldim. Janobi Sanğun, bu bolalar cho'ng bo'lsa, cho'qim dunyoni bo'ysundiradigan kuchga aylanadi. Biroq bu bolalarni beqib oladigan odam chiqmadi. Janobi Sanğun, bu bolalarni beqib qo'ysangiz, cho'ng bo'lganda cho'qim asqatadi. Senden so'rab baqay, cho'ng bo'lganda nima ish qilasan, ha? Yağaş kömür köydürmen. Yog'och ko'mir ko'ydiraman. Shundaq, men nurg'un esil kömürlarni köydürsem, janobi Sanğun ma'raka o'tkazganda ishiltadi. Qishda uni qalab issiq o'ltiradi. Shundaqmi? Amisa, sen nima ish qilasan? Men yog'ochchi bo'laman. Yog'ochchi? Nima ishqa? Janobi Sanğunga chiroyli uylarni sep beraman-da. Oo, undaqda sencho? Mening kelinchak bog'im bor. Ha? Kelinchak bo'g'im bor degan. Ha, sencho, ha? Beliq savdogar bo'laman. Ha? Nima ishqa? Dunyoning hamma yeriga yaxshi beliqlarni akilib, janobi Sanğunga yigzalayman-da. Bu bo'ladigan balla ekan. Ammo shuni yo'yman, Sanğun bo'ladigan odam yo'q-kan, ha? Janobi Sanğun mundaq degini bilan shundoq bosning bo'pti. Sanğun bo'laman deydigan biringlarmi yo'qmi? Shundoq. Hech kim Sanğun bo'lishni xohlamaydi ekanda. Janobi Sanğun, bu bolalarning hammasi ot kasbiga varislik qilmoqchi. Ular ishqi yarg'idek bo'g'icha, siz ularni tarbiyalab chiniqtirib chiqsangiz, janobi Sanğun. Janobi Sanğun ko'proq g'amxo'rlik qilasiz. To'xtanglar. Bovay, burun bu bolalarning borlig'ini haqiqatan bilsam-mi, ular uchun hech narsa qilib beramagan edim. Bugun xijil bo'layapman. Shunga men Janobi Sanğun, sizni avar qiladigan bo'ldim. To'xtab turing. Siz mushu ish uchun beliq tutish ko'lchigiga paydo bo'lgan edingiz, to'g'rimi? Ha? Janobi Sanğun, oxiri tushunibsiz-da. Biroq bu go'harlarni men chiniq tura olamdim bilmayman. Shunga menga vakolatan siz ularni chiniq tursangiz, xarajatini men bersam qandoq bo'va? Chataq yo'q. Janobi Sanğun, rahmat sizga. Bova, siz bilan birga toqqa ketadigan bo'ldik, shundaqmi? Ha? Shundoq. Bek yaxshi bo'ldi. Janobi Sanğun. Bu siz saqlab qo'ydigan qimmatli ko'zat. Yana beramsiz? Bularni tushunammidim-ku. Shuni yo'yman, ko'rib beqinga. Yana shu ish. Buni menmi tushunmadim? Tozibim bir. Teshtiribsiz. Yeshu, dal vaqtida kelibsiz. Sanğun bilan shuni yo'yman tushunamidi. Siz ma'nisini yechib bering. Uqdim. Ha, Yesho, sizni avar qiladigan bo'ldik. Tapdim.
Yisho, shuni aladingizmi? Ha? Shundaq janobi Sanğun, ustini ko'rsatishning ma'nosi bugun havo ochiq bo'lg'achqa odamning ko'nglini yo'rib qoldi deganlik bo'ladi ekan. Obda yashdingiz Yisho ustoz. Rahmat. Bak obdan yashdingiz. Sizga qo'l qo'ydim. Janobi Sanğun, rasmning ma'nosi yeshilib bo'ldi. Mening yana bir talabim bor edi. Talabim bor edi? To'g'ri, bir narsa bor edi, qabul qilsangiz. Tushundim, Yisho. Rahmat sizga, janobi Sanğun. Tez bo'ling Shonen aka, janobi Sanğunga ko'rsating. Ma'qul. Janobi Sanğun, qabul qilgaysiz. Nima bu? Endi urush bo'lmasligi uchun qo'l qo'yib berishingizni o'tinaman. Urush davomlashaveradigan bo'lsa, bechora bolalar baqan sir ko'paydi. Siz bu bolalarni baqaningiz bilanmi urush to'xtamasa, baribir bo'lmaydi. Kelinglar, ko'pchilik birlikda o'tinaylik. Kelinglar, birlikda o'tinaylik. Bo'lamdi. Janob Sanğun o'tinib qolaydi. Biroq Yisho, urush to'xtasa, men bilan qarshilashmang. Biroq janobi Sanğun, faqat bir kundala buningga shundoq jiq odam qo'l qo'ydi. Agar butun mamlakat bo'yicha qo'l qo'yish to'g'ri kelsa, texmi jiq odamning ismi tushadi. Janobi Sanğun, mundaq talabga e'tibor bilan qaramamsiz? Siz ko'pchilikning talabiga e'tiborsiz qarag'ashqa, shundaq ma'lumotchilik yuz bergan. Shuni yo'yman. Bu nima? Ha? Bu. Nima bo'ldi? Sizmi qo'l qo'yibsiz-ku? Qanday ish bu? Bu men bu kechiring. Menga bir rasm chizib beralasizmi? O'tinib qolay. Chataq yo'q. Shuni yo'yman. Gapni ep ketishga ajab usta ekansiz, Jumo. Sizni avar qiladigan bo'ldim. Ma'qul, shuni yo'yman apandi. O nima siza endi? Shuni yo'yman apandi. Bu degan qoltis bir asar. Sizga ko'p rahmat. Cho'qim qoltis bir asar. Qoltis. Bu nima endi? Bu Shinyobimin, bizmi ko'rib boqaylik, akilingga? Bo'ldi, ko'minglar. Ko'rib boqaylik, akilingga ko'rib boqaylik. Ma'qul, ko'ringlar. Shinyobimin, uning ma'nosi buningdan keyin obdan ishlar, hargiz o'rnat bo'lib qolma deganlik, shundaqmi? Shundoqkan. Shundoqkan, shuni yo'yman. G'ayrat qiling, ha? Sanğun aliylari. Ko'pchilik rasm yoki kitob ko'rgan chig'inglarda uning nima ma'no ifodalaydiganligini obdan o'ylab beqinglar. Yisho aka? Ha? Bu şeygichi bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休遊びに来てどっちての質問攻めそこへ弥生さん私が遊んであげるわって連れてってくれたのところが桔梗屋さんで将軍様から預かっていた掛け軸に落書きしちゃったのさあ大変どうなるかしら次回一休さんどちて坊やとどちて騒動をお楽しみに好き
Көз yetib keldi. Күн кеш bulışıgıla soğuktan beden çürkünetdi. Hava soğuk boğaşqa Raipkalarning beli hadisli ağrıydigan bop qaldı. Obdan qaranglar, mavi yağaçta oyulgan yava. Kimki muşu yağaç çıksa, şu ustazның belini tutup koydu. Tushundinglarmi? Tushundim. Yaxshi. Men buni obdan aralashtirib o'tay. Kimni nesbasi ekan qani, Yisho, sen tata? Men boshda tatamdim. Shundoq, sen kichik bo'lgan ekan, sen tata. Ma'qul. Menga chiqdi. Yisho aldandi, qiltig'imga tushdi. Qaranglar, bu yog'ochlarning hammasi o'yuqliq edi. Arshang yurtiga safar. Seni bek avar qildim Yisho. Siz uchun xizmat qilsam arziydi. To'g'ri, shu, to'g'ri. Bek xo'sh yoqdi. Ango ibodatxonasidagi rohibkalarning beli og'rib qoptimi, ha? Ey bechora, bo'lmasa uni tevibim ko'rib baqsunmi? Ha? Raib kalan bu gapingizni anglasa cho'qim xush bo'ladi. Kesilini yiltizidan saqaytaman desa arshonga tushsa bo'ladi. Arima arshini yiqiliyadi-ku. Arima arshini? Ras payzi edi. Shuni yo'yman. Sizni arshonga bering deganim yo'qmi, ha? Mening mo'g'o arshonga bag'im kelyapti. Janobi Sang'on. Sang'on. Shuni yo'yman, boya qarasam ko'nglingiz taz joyida emas tek turadi. Nima o'yladingiz, ha? Heliqi, men ishnim o'ylamadim. To'g'ri, siz nima o'ylasangiz, men mo shuni o'yladim. Menga o'xshashma. Amal qilib, Yishu bilan Rahib kalanni arshonga boradiganga ko'ndiray. Yishu basa, men bu Yishu bilan birga boralaydim. Shinyovemin xo'sh bo'lgani bilan arshonga boralamdi, boramamdi. Uning shuncha xo'sh bo'lib ketganini qaranglar. Aslida arshonning ham kasalni davolaydigan, ham og'riqni to'xtatadigan roli bor. Arima, Xozi va Dovsay shu chog'dagi dongliq 3 arshon edi. Shinyovemin, yaxshimisiz? Shaoyeza, yaxshimisiz? Ay, Rahib kalanning kesili qanday qaraq, ha? Yaxshi bo'lib qoldi. Ha? Yisho akam kunda uning belini tutib qo'yg'ashqa obdan bo'lib qoldi. Unda emas-ku, havo bag'azri sovib ketyapsa. Qiziq gap qiladigansiz. Rahib kalamning saqishini xohlamamsiz, ha? Yo'q. Unda emas. Do'kondormi kaptikan? Ha? U nima deb kelgandi? Siz berib ko'rib kelmamsiz.
Men baranmasman mekin, biroq ko'nglingizni qabul qildim. Hey, undaq demang. Arimaga cho'qim berib keling. Arima? U yerda men sag'an ajoyib esil dachi ba. Arshang shuning yendila. Arshang suyi kech kunduz chiqib turadi. Arimaga cho'qim bering. Shinyoviman. Men janobi Sanğonning buyrug'iga binoan sizni keslingizni ko'rgili keldim. Bak avar bo'lib ketibdi. Mening keslimmo xeli yaxshi bo'lib qolgan edi. Raib qalan, bu gapni oldirab deb qo'ydingizmi, qandaq? Chiroyingizmi ancha yaxshi emas turdi. Tomiringizmi sal osti so'qyotidi. Qarang, beg'ishingizda 3 tal yulduz turdi. Buningga ajab diqqat qilmabdiman, ha? Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, teningiz yanala ojizkan. Agar siz arshonga tushib, obdan damasangiz, cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz, ha? Charchashni yo'qotishning yaxshi chorasi arshonga tushish. Arshonga tushish kerak, Raib qalan. Chopsan gap qiling, ha? Buni. Shinyoviman to'g'ri deydi. To'g'ri deydi. Men qo'shqo'llab quvvatlayman. U to'g'ri deydi. Bu ne? Arima arshonga tushsangiz, charchashdan xalos bo'lasiz. Arima arshingini eng burun ikki Budda hazrat ochqan-ku. Shundaq ulug' Budda hazratlari yezlarni ochqanmikan? Nima? Shunimi bilmamsiz? Sizlarning Budda dinida fani olam, boqiy olam deb ayirib yurmaydi. Minglagan jonliqlarni azobdan qutuldirishni-la o'ylaysizlar. Shundaq-ku? Ha? Shundaq-ku? To'g'ri. Arshonga tushish Budda qoidalariga uyg'un kelsa, tushib kelmamsiz. Ikki Budda hazratini eslashma bir xil duo ibodat emasmi? Mushundaq gap, agar ustoz kelsa bizmo xeyli aram deb qolatdiq. Biroq ustoz bilan kim bor edi? Yishu bor edi-da. Men qo'shilman. Bak yaxshi bo'ldi. Men qo'shilmayman. Shoyiza. Bunda qilsanglar adil bo'lmaydi. Men Raib qalamga deyman. To'xtang-a, Shoyiza. To'xtang-a. Demisanmi mayli, lekin siz ustoz bilan birga borasiz. Men yo'q bo'lmaydi. Maylamisa, Raib qalam. Vaqirmang. Ustoz bilan boramsiz, ha? Yo'q. Men ketdim. Shoyiza, to'xtang-a. Bunda qilayli. Biz odil bir usulni qo'llanib, kimning berishini belgilayli. Bo'lamdi. Sizlar mundaq deb turasanglar, men do'kondarning dachisiga borsam boray. Raib qalanға ko'p rahmat. Men sizni obdan kutaman. Biroq men yolg'iz borsam bo'lmaydi. Birisi menga hamroh bo'lib borsin. To'g'ri, amsa Yishu borsin. Bo'lmaydi. Kechgacha Yishuni avar qilaveramdim. Boshqalarning ishidan birini tanlay. Qandaq dedim Yishu? Ma'qul, men sizning gapingizni anglayman. Bo'lmaydi. Meningcha Yishu sizga hamroh bo'lib arshonga birga borsin. Bo'lamda? Nemishqa? Hech. Ustoz, amsi ibodatxonadagilar bekitsin. Yishu. Nim bo'ldi? Shinyoviman. Yishu, arshon degan obdan joy. Ustozga hamroh bo'lib birga bering, ha? Bo'lamdi? Undaq qilsam qandaq bo'ladi? Boradigan odamni ko'pchilik bekitsa, undan adil bo'ladi. Yishu, o'tinib qolaychi. Siz Yishu bo'lsa, men birga bora olayman demoqchimi? Bu mumkin emas. Yishu, ayjon. Yishu bo'lmasa, men boramaydigan bo'ldi. Ma'qul, biz yana mav yog'och bilan kimning berishini belgilayli. Ya'ni yog'och bilan sinamdiq. Mushunda qilsak odil bo'ladi. Yishu, seni ola. Men yana boshda olamdim. Chunki sen hammadan kichik tursan. Ola. Yana menga chiqdi. Yishu chiqdi. Yishu, seni tabriklayman. Asta, Yishu aka, sizning ajab ta'lingiz yo'q ekan. Mushundaq bo'ldi. Shiqilib, men bir necha kun sirti bo'ladigan bo'ldim. Bek yaxshi bo'pti. Biroq da bizning Arimadagi uyimiz mehmonxona aytdi-ku. Shunga men
Birinchi bo'lib Rahib kalam bilan Yishuni shuyak opamoqchi. Biroq sen ularga dachi deb yolg'on debsan, Rahib kalam bilib qolsa tillaydi. Hey, xotirjam bo'l. Men hech kimni oldimidim. Biroq mehmonsaroy qandaqsi dachiga o'xshaydi? Qara. Menja ularni apirib, Arima apagandikin. Undaq bo'lsa, u hargiz xafa bo'lmaydi. Qandaq bu amal bo'lamdikan? Qandaq ish bu? Bayla 3 tal yulduz turmabdi. Aslida mundaq ekanda. Eshidan nurg'un ishlarni o'tkazgan Rahib kalanmi? O 3 tal yulduzni mening sizib qo'yganligimni bilmadi. Ish qilib Yishu boradigan bo'ldi. Endi janobi sanog'iniga ma'lum qilsamla, menmi boralaydigan bo'ldim. Hozirli bag'im kelyapti-da. Voyjon. Yana osmonga qarab yiqilib tushdim. Ular bayiqi yog'ashqi. Bu yog'ochlarning hammasi o'yiqliqdi. Aqlli Yishomo damimga tushdi. Yolg'onchi. Hech qisi yo'q shu yuzi. Ustozga hamroh bo'lib, arshonga tushganning ziyni yo'q. Ko'pchilikning hammasining kallasi ajab ishlab ketdi. Yisho! Yishu! Yisho! Ha? Aldirmanglar, aldirmanglar. Aram elib olay, birdan aram elib olay. Rahib kalan qo'shildimi? Hajjab yaxshi bo'pti. Biroq Rahib kalan bilan Yishu bo'lsa, men yana xotirjam bo'lolmayman. Shunga sal chaqaroq biraylarni qo'shib qo'yaymikin? Kimni qo'shib qo'ysam bo'lar, ha? Zukam bo'lib qoldingizmi? Men boraymikin? Ha? Yishuni men qo'g'dab mangay. O nega bo'lsa, men shu yerga boraman. Janobi Sang'on, sizningcha bo'lamdi? Sang'on, janobi Sang'on, men boraychi. Aslida bu burullar yili o'ylab qo'yibdi-kanda. Meningcha deginingizmi to'g'ri. Bo'pti, bering. Xo'p. Meningmi bag'im kelyapti-da? Shundaq qilib, Yishu qatorliqlar jabdinib Arima arshonga qarab mangdi. Qadimgi zamondagi arshonda hozirgidek ko'lchak yo'q edi. U yerdagi arshonlar ommaviy arshonlar edi. Atrofida 12 mehmonsaroy deb atalgan uylar bor edi. Dangliq arshon deb nomi chiqqan Arima arshonida hozirgacha mehmonsaroy deb atalgan uylarning iznalari bor. Arima arshonga yetib keldik. Dukkandar, sizning dachingiz qayerda? Ana, aho yerda. Mela, yuringlar. Mana, mushu mening dachim. Bu mehmonsaroy ekan-ku. To'g'ri. Biroq sizlardan uy puli olmayman. Men oldin ola bir odam avatib qarshili so'znim yozdirib qo'ydim. Obdan yezibdi. Biroq shu chog'da siz bizga u yerda dacham bor degan, mehmonsaroy bor demagantingiz-ku. To'g'ri. Dacha degan mush mehmonsaroyning ismi. Ustiga qaranglar. Uning ustiga men sizlarga mehmonsaroy emas demagandim-man. Hammanglar Yishudan aqlli qo'yib ketdinglar endi. Bu yerda tursizlar, arshonmi yeninglarda. Cho'qim rozi bo'lsizlar. Qani, marhamat.
Arşanga tushgach, haroq ishib payzi qilsa, ha? Chidimidim, menmi boraman. Menmi aqlimni bir sinab boqay, ha? Oy! Odam bormi? Sarg'un aliylari. Sarg'un aliylari, nima ishlari bor edi? Men sirtqi chiqaman, darhol otni tayyorlang. Bugun Shinyu Weyman yo'qtursa. U bo'lmasa, siz menga hamroh bo'lib bormamsiz? Xo'p, bo'ladi. Sarg'un aliylari. Xo'p. Siz yolg'iz kelib qolasiz. O'zingizga o'xshash yeshi cho'nroqlardan yana bir nechini elib olsangiz bo'ladi. Ha? Janobiy Sang'unmi qiziqgan. Uning ko'ngligini bildinglarmi? Janobiy Sang'un qeyr malaylarni billi elib mangdi. Arshanga borganda u Shinyo Weymanga mushi yashanganlarning salomatligini deb keldim deydi. Bo'ldi, biz arshanga tushaylik. O'ylig'inimdek gap qildingiz. Keling. Bu yoqqa men. Jiring. Menga. Yo'l beringlar! Yo'l beringlar! Begimning yo'lini to'simanglar! Ner turinglar! Voy, u kimning taxtiravonidir? Chanchong Sang'un keldi! Ko'lchakdan chiqinglar! U odam kimdi? U odam bu yerdagi esilzodlarning biri. Boshqalarning hurmatiga sazovor azimat. Biroq Otxumar bu odam ajab taxtiravonga o'ltirib qopti. Ajoyib ish bu. Chapsan bo'linglar! Yana chiqishmasan kallangni olaman! Har qancha esilzodi bo'lsa-mu, bundaq qilsa bo'lmaydi-da. Chanchong oliylari o'zi bo'lsa-ku mayli-de. Taxtiravondagi Chanchong oliylari emaskan. Egarkan-ku. Chanchong oliylari u egarni bak yaxshi ko'rdi ekan. Ularning bu Anglashlar qaraganda otni arshangning suyida yuvgan egar bilan egarlab jang qilsa cho'qim g'alba qiladi ekan. Shuni deb boshqalarni qo'g'ilsa bo'lamdi ekan. Anglasam, u egar Chanchong jamiyatining qimmatli oila tavarigi emas. U egarni arshang suyi bilan yuvsa, har qanday kuchli dushmannimi yengib olamiz. Ajab qoldiskina. Ular har qatim kaslar 3 kunduz yuyib, egarni paqir deb ondan qaytib ketadi. Ondaqda boshqalar 3 kunduz arshanga tushanmamda. Nima degan yo'lsizlik bu? Xaridorlarning hammasini qo'g'layotganini ko'rmamdigan. Isho, ov yaqran. Yo'qol! Arima arshangini ko'pchilik yuyunidi deb ashqan. Uning egirini judigan qashmagan. Isho, bir amal qilib pasangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Çatak bo'ldi. Nim bo'ldi? Vaqirab ketding-ku. Hozir yuyayotganimiz odatlik egar emas. Chanchong Sang'unning egiri. Vaqirmay gap qil. Anlasam, Ashikaga Sang'un kaptidak. Endi qandaq qilamiz? Nima deysan? Ashikaga Sang'un hozir nerede ekan? Qandaq gap bu? Hech kim ko'rinmaydi-ku. Yo'lni bo'shatinglar. Mana janobi Sang'un, mana mushi yerda. Nima? Mana qaranglar. Bu narsa janobi Sang'unning ahvoliq narsasi. Sizlar Janobi Sang'unning yasovuli Shinyo Weyman bo'laman. Angu ibodatxonasining rahibi Yisho bo'laman. Siz eliq aqlli Yisho ekansiz-da. Shinyo Weyman degan Ashikaga Sang'unning ahvoli odami-ku. Janobi Sang'unning ahvoliq madiha nazmlari Arima arshingidagi suvning tagida saqlanadi. G'ayib qalan. Onun ichida rastulloh madiha nazmlari bormi? O degan quruq kitob sandig'i. Qo'rqma. Qarang, Yisho kulyapmamdi, ana. Anglasam, Chanchong Sang'un egani o'zi bilan tang o'rinda ko'rdi ekan, shundaqmi? Shundaq. Amisa bu kitobni Ashikaga Sang'unning namoyandasi desa xato bo'lmas. Shundaq. Amisa egarni darhol ko'lchakdan chiqinglar. Janobi Sang'un arshonni shiltidi. Boshqalarmi o'xshashli shiltidi. To'xtang, janoblari. Chanchong Sang'un,
Gapingizni men qabul qilmayman. Qo'lingizdagi kitob sandig'ida rostla madiya nazmlari bormi? Anglab turing, janoblari. Bizdek harbiylar ko'pchilikning bexatarligini qo'g'dg'ashqila, bu yer tinch bo'layotidi. Biz egarni yuvib, pokiz qilib urushda g'alaba qilamiz deyapmiz. Buning hammasi puhralar uchun. Boshqalar mushuncha qoidani tushunmasa, nihoyatda afsuslanarli ish bo'ladi. Shundaqmi, janoblari? Amitabha. Gap qiling, janoblari. Siz to'la gap yo'qlatmang. Nima deysan? Yesho amdi. Tugashdiq. Qaranglar, buning ichida nazmi kitob yo'q ekan. Yolg'on gap qilibdi. Men nazmi kitob bor demadim. Ha? Biz yutalni dedik. To'g'ri shu. Xeli farqi bor. Sandiqning ichidagi madiya nazmlari emas, sandiqning yutili. Nima? To'g'ri, yutalba madiya nazmlari emas. Siz mo'yim yutalni havo qo'yatdingiz. Chenchon sandiqin, endi janobi sandiqning shu yutilni tep bering. Shundak, menga hurmatsizlik qilyapsan. Mushunda qilsanglar, men ostoniga berib sandiqni deyman. U agar o'zining nomining qalaymiqon ishlatilganligini bilsa, sizlarni cho'qim bo'sh qo'ymaydi. Xatolashdingiz, Chenchon Sangon. Men xafa bo'lmayman. Janob Sangon? Janobi sandiqin? Ha, Ashikaga sandiqin oliylari, o'zingiz kepsiz-ku. Bu yerga kelish uchunmi sabab tepish kerakmidi? Arshangda yuyung'im kelib keldim. Men 3 kunda saqlayolmayman. Hammasi men egarni vaqtincha suvdan chiqiray. Siz toza qong'ichi yuyunaveling hammasi. Ablag! Ha? Arshangga tushadiganlar yolg'iz menlimidim. O kishilar-chi, ularmi tushmandi. Shundaqmi yesho, ha? Shundaq. Xalqning ra'yi bo'yicha ish qilsak, ondan yaxshi amaldor bo'la olamiz. Siz fuqarolarni ezadigan, bo'zaq qiladigan amaldor bo'lsangiz bo'lmaydi. Yesho, vaqtida kaptimanmi? Ilmu, aqlim bor ekan mening. Janobi sandiqinmi? Kechiring, Chenchon sandiqin. Yutalning ishini men o'ydirib chiqqan edim. Yo'q, yesho, menmi xato qildim. Bu qatam nurg'un narsani o'rganib oldim. Sizga rahmat desam bo'ldi, texe. Bundaq yerda odamning ko'ngli ichilib qoladi ekan. Raib Kalan, kayginingizga ko'p rahmat. Sizning davlatingizda hamyonimdagi pulim qarab bor, ko'nglim ichilib qelyapti. Ha? Kuchavrak surtdim. Xo'p. Ajab rahatlanib qoldim shuni o'ylayman. Ha? Mayli sanğın bo'lsin, sodigar bo'lsin, raib bo'lsin yoki yasavul bo'lsin, arshonga kirganda hammalarning o'rni o'xshash. Tabiat o'zining tabiiy usuli bilan kishilarni jismoniy va ruhiy jihatga qurollanishdan xalos qiladi. Yesho aka? Ha? O'shagicha bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ過ぎの梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよするのよ。そこで一休さんすっごいトンチを使って桔梗屋さんをギャフッと言わせちゃったの。ところがそのトンチを桔梗屋さんが商売に使ったために大勢のお百姓さんが大迷惑。さあどうなるかしら。